qaysi yomon? Qo'rquvlaringiz uchun keldi. Mana shu yerda ilm kerak. Assalomu alaykum. Men eng yaxshisiga munosibman degan asl tagida, qizlar bu so'zning tagida, men eng yaxshi fikrlarga munosibman degan. Men eng yaxshi so'zlarni ayta oladigan insonman degan. Bu yerda moddiyatni hisobga olmang. Boshida hamma aybdor edi. Keyin tushundim. Hamma narsam bor edi, men qiyinchilik bilan bormaganman. Biznesda ham, hayotda ham. To'g'ri, o'sha payt o'qigandim, yaxshi ham o'qiganman. Hozirgacha natijam bor. Hozirgacha anglashdaman. Har bitta gapirayotgan gapi amalda borligi uchun ham men haqiqatan tan olib keldim darsiga. Bilganingni amal qila olmas ekansan, gapirma dedi. Bitta shogirdingiz orqasidan 3 kishi keldi. Natijang nima bu dunyoda desa, biz ayollar ana shunday jabrdiydalik roli bilan o'zimizga qaratmoqchi bo'lamiz erimizni. Ungacha men o'zimdan birinchi qoniqmaslik, boyaga aytganingizdek tavomaslik, o'zini yoqtirmaslik, даже ovozim ham yoqmas edi. O'zini qadrini bilgan insongina qolganlarni qadrini bilishni o'rganadi. Bizni eng katta xatomiz adashib qolgan joyimiz o'sha. Kim ekanligimizni anglamaymiz. Albatta suhbat oxirsida o'zimga katta natija olib, tushuncha olib, shunaqa yengil bo'lardim. Bitta yutug'i urmadim, urishmadim, baqirmadim. Kechagi kunimizning qo'rquvlari tushunchalarga yashayapmiz. Bola ota-onasini bo'lish xohlamaydi. Sizlarning o'zingizlarni baholardan ham ko'ra turmush o'rtog'inglarning bahosi men uchun baland. Nimaga? Chunki ular xolis inson, chetdagi odam, kechirilishni istagan insongina kechiradi. Siz Qozog'istonning qaysi shahridan keldingiz? Biz Sarag'ashdan, Qayerdan Tojikistonda? Xo'janddan. Siz ham Tojikistondan keldingiz. sizni yaxshi ko'rganim uchun keldim. Gap notiqlik degan bilan sizga gapirish o'rgatishimda emas-da. Tubidagi ildizni chumib yechib olgandan keyin dunyo eshitadi odamni. Lekin biz bu statistikani buzib yubordik. Shuning uchun ham Dilraboga aytib sotmang deyman. Biz sotuvchi emasmiz. Ustoz baribir kerak ekan. Har bir xizmatingdan ortida nima tursin? G'ururing tursin. Bolalarning har biri alohida dunyo. U kichkinani, o'rtanchani, kattani orasida farqi yo'q. Ayol ona uyda ilmli bo'lsa, shunaqa chiroyli vaziyatdan chiqib ketilar ekan-da. Hojiona men bu darsiga sovg'a qilaman. Rahmat.